Aziz mehmonlar, mana bugun hozir men bir narsa hayron qolyapman. Bu yerda mehmonimiz bo'lmish Anvarjon hozir estafetani olib turibdi. Bu yerda gap bu yigit charchab qolganda emas, bu yerda hurmat uchun mehmonga beriladi. Shuning uchun shu fursatdan foydalanib hozir men ana shu bugun 2 yosh ukamiz bilan kelin bir Otila o'rtoqlar, Otila. Kechirasizlar, hurmat yuzasidan sal yaqinroq kelsam payga berdi. Bir Otila. Mana qaranglar, qish davri, dekabr oyida shunday yozdek o'tirganimiz uchun biz Alloh taologa ne'matidan shukr qilamiz. Ikkinchidan, mana shu yoshlarcha bugun baxt ekan, shunday o'tirishdi hozir, xursand bo'lishik. Xudoyim shunday kunda nasib etganiga ne'matidan shukr. Rahmat deb o'tirishdi. Qolgan mehmonlar ham uzoq yaqindan kelgan. Mana hozir ukamiz Anvarjon estafetani oldi. Bu ham bejiz emas. Haligi bundan tugalar hisobotni ukamiz ham charchagan yo'q. Lekin shunchaki mehmonga hurmat qilib oldi. O'rtoqlar, men nima demoqchiman? Mana bugun shu xonadonda, shu 2 yoshda to'y kechasida o'tirib, hammamiz bir yaxshi niyatdan kelamiz. Shu yoshlarga baxt saodat tilash, shu yoshlarda kelajak hayotida bir haligi nima bo'ladi? Biz sizlarmiz. Shuning uchun o'rtoqlar, mana bugun shu fursatdan foydalanib Karimjon Qo'rg'onda katta bir to'y desak ham bo'laveradi. Chunki bu yerda hammalaringiz bilasizlar, men ham o'rtadan kelganman, 10 yil bo'lyapti. Qo'rg'on xalqiga qilgan haqiqiy tildan qilgan mehnatlar zoya ketmaydi. Chunki Qo'rg'on xalqi haqiqiy insonlar. Bular Qo'rg'on xalqi shunday xalqlarki, haligi oblastda bitta desam bo'laveradi. Chunki ular inson, haqiqiy insonlar, mehnat sevar. Shunday odamlarki, bir-birini hurmat qiladi, mehmon do'st desa ham bo'ladi. Shuning uchun men hozir shu fursatdan foydalanib men o'zimning nomidan do'stlar, o'rtoqlar. Shu kelin bilan kuyovga sihat salomatlik, omad, baxt bilan birgalikda qolaversa, mana bugun men ukam Karimjon ukamiz bo'ladi. Men o'zim o'sha bo'laman, Shaydabadan, bu ham Shaydabadan bo'ladi. Men ikkita to'ydan kelyapman hozir. Shu ukam shu yerga keldi deganni eshitib, men to'yga taklif qilgancha shu yerga keldim hozir. Mana shu ukam hurmat uchun shu to'yda kelin kuyovga hurmat etsin. Shuning uchun o'rtoqlar, men Qo'rg'onda 13 yildan beri xizmat qilyapman, men yomon bo'lganim yo'q. El meni hurmat qilib shu darajaga yetkazdi. Lekin Karimjon ham bugun bir kunlik mehnatiga shu Qo'rg'onga kelib, bu ham kam bo'lmaydi. Shuning uchun o'rtoqlar, shu yerda o'tirgan kelin bilan kuyovga, shu bilan qatnashgan hamma yosh do'stlar, kelgan mehmonlar, shularga baxt, saodat tilab, shularga omad tilab, kelajakda yaxshi bo'lsin, unsin, o'ssin, yomon bo'lmasin shular. Yurtimizda do'stlar, eng avvalo hozir sog'liq derdik buni, hozir sog'liq emas, hozir ittifoqchilik, tinchlik bo'lib qoldi. Tinchlik bo'lsin, salomatchilik bo'lsin, undan ittifoqchilik bo'lsin do'stlar. Shuning uchun o'rtoqlar, bugun shunday narsalarni oldimizga shunday qo'yaylikki, tinchlik, do'stlik, ittifoqchilik bo'lsin, hammamiz yaxshi bo'laylik, mehnat qilaylik. Mana shu yuksallikka erishaylik do'stlar. Qo'rg'onda mana shu kelajak uchun xizmat qilaylik. Mana shu bizning ülkelerimiz kelib, O'shdanmi, Toshkentdanmi xizmat qilaversin, Qo'rg'on xalqi mazasini qilaversin. Sizlar aziz mehmonlar, sog' salomat bo'laylik. Mana shu yoshlarga sizlarga qanday baxt saodat tilayman, omad tilayman. Rahmat. Mana shu bir ajoyibiga javob berasiz. Mana shu ekan, bir yozib o'ylab beradi. Kaşkara kara, İstanbul'a kıya, kaşkara kara.